sensomotor allergiyada bolani to'liq tuzatish imkoniyatiga egamiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Ko'pchilikdan sensomotor allergiya haqida ma'lumot berishimni so'rashibdi. Sensomotor allergiya bolalarda nutqiy, aqliy rivojlanishdan ortda qolishi. Allergiyani o'zi 3 xil turi bor. Sensorniy allergiya, motorniy allergiya va sensomotorniy allergiya, ya'ni aralash turi. Sensorniy allergiyada bola eshitadi, sog'lom boladek eshitadi, lekin tashqaridan kelayotgan ma'lumotlarni nima ekanligini bilmaydi. Ya'ni so'zlarni ma'nosini tushunmaydi. Nutqiy tomondan qanaqadir so'zlarni gapirishi mumkin, lekin o'zi o'sha narsani nima deyotganini bilmaydi. Motorniy allergiyada esa bola tashqaridan kelayotgan so'zlarni, tovushlarni eshitadi va ularni yaxshi tushuna oladi. Lekin nutqiy tomondan uni chiqarib bera olmaydi, ya'ni gapira olmaydi. Bolada nutq shakllanmagan bo'ladi. Sensomotorniy allergiyada esa ikkalasi birga qo'shilib keladi. Ya'ni bola tashqaridan kelayotgan so'zlarni tushunmaydi ham, nutqiy tomondan ham gapirib bera olmaydi. Bu ancha og'ir holat. Qadrli do'stlar, sensomotor allergiya autizmga o'xshash bo'lishi mumkin. Ya'ni buning belgilari autizm belgilari bilan o'xshash kelishi mumkin. Buni farqlash uchun tajribali, autizm bilan ishlay oladigan mutaxassisga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Shuni yodingizda saqlang, sensomotor allergiyada bolani to'liq tuzatish imkoniyatiga egamiz.